Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 2-yanvar kunidagi chiqayotgan ishlarimizni Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib keldik. Ishlarimizni razmerlari standart holatda, ranglari atlasli holatda ko'rib turganlaringdek. Bu mashinamizda 10 mingta sig'adi bu mashinamizga. Razmerlar standart 6, 12, 25 deyiladi. Bu yerda ham mustahkamligini sinab ko'ramiz. Xudo xolasa ishlarimiz mana ko'pchilik shu qizili deganiga mana qizildan ham bitta tashab beramiz, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek bitta qizil, bitta oqidan tashab berdik. Xudo xolasa mustahkam. Siniqlari o'ta kam holatda chiqadi. G'izzotimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Hozir sizlarga to'kilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tganlaringdek to'kilish jarayonlarini ham to'kib oldik. Ovozni o'zi bilgan bo'lsalar kerak. Siniqlari nihoyatda kam holatda chiqadi. Shu 10 mingtaning ichidan 50-60 ta chiqishi mumkin. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun ishlarimizni Namangan viloyati Norin tumaniga olib kelganmiz. 10 mingtalik mashinamizda ko'rib o'tganlaringda mana ovozlari ham atlasli holat, ovozlari nihoyatda charanglagan, ranglari atlasli holatda. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Zavodimizning o'zida ishlarimiz narxlari 850 so'mdan. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.